Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov raqobatdan qo'rqqani uchun o'z do'stini chopdi. Qamchiboq Qidirishevich biylik talashqiday men prezident bo'lib o'tirambu, je Qamchiboq Qidirishevich kelib o'tiradi, ekөөбүзгө misol ayirmasi yo'q kim o'tiramiz. Потому что alдағы мекеним deb kuyib, men de o'shanday эле мекеним deb kuyib. O'shaning uchun ayirma yo'q, kimimiz o'tirganmiz. O'shaning uchun talashmaydi. Andan sarsana bo'lib o'ylab 2020-yildan buyon joriy yilning 10-fevralga qadar Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasini boshqargan va navbatdagi prezident bo'lishi mumkinligi aytib kelingan Qamchibek Tashiyev lavozimidan ozod etilgach, shu kabi xabarlar ko'payib ketdi. Xo'sh, Tashiyev nima uchun xavfli raqibga aylandi? Fuqarolar uni potensial prezident deb ishonishlariga nimalar sabab bo'lgan? Mamlakat tarixida eng yaxshi tandem sifatida baholangan ikki amaldor o'rtasida rostdan ham raqobat bormidi? Tashiyev nega ishdan bo'shatilishi haqida hatto ogohlantirilmagan. Hozir mana shu savollarga javob topishga urinamiz. Qirg'izistonning zamonaviy tarixida Sadir Japarov va Qamchibek Tashiyev kabi bir-biriga yaqin va ayni paytda bir-birini muvozanatda ushlab turgan duet deyarli bo'lmagan. Siyosatning qattiq qonunlari shuni ko'rsatdiki, ikki qo'chqorning kallasi bir qozonda qaynamaydi. Yoki biroz boshqacha qilib aytganda, bir osmonga ikkita quyosh ko'plik qiladi. Tashiyevning ishdan olinishi yoki uning atrofidagi bosimlar shunchaki kadrlar almashinuvi emas, balki tizimli strategiyaning mahsuli deyish mumkin. Tashiyevning ishdan olinish haqidagi farazlarning boshida uning haddan tashqari kuchayib ketgani turadi. Bunda kuch ishlatar tuzilmalar ustidan nazorat ham rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Tashiyev Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari sifatida nafaqat razvedka, balki korrupsiyaga qarshi kurash, chegara masalalari va hatto iqtisodiy jarayonlarga ham bir necha bor ta'sir o'tkaza boshlagandi. Qolaversa, Tashiyevning xalq ichidagi chiqishlari o'zini millat himoyachisi sifatida ko'rsatishi, ayniqsa Tojikiston bilan chegara mojarolaridagi roli uni Japarovning shunchaki yordamchisi emas, balki unga teng, kuchli muqobil nomzodga aylantirdi. Ichki siyosiy elitada prezident kim o'zi, Japarovmi yoki Tashiyev degan savolning tez-tez yangrashi prezident ma'muriyati uchun jiddiy signal bo'lgandir ehtimol. Joriy yil fevral oyi boshida bir guruh taniqli davlat va jamoat arboblari prezident Sadir Japarovga muddatidan oldin prezidentlik saylovlarini o'tkazish tashabbusi bilan murojaat qilgandi. Ba'zi ekspertlar Tashiyev oliy lavozim uchun bo'lajak kurashga kirishi mumkin deb fikr bildirganida, Qamchibek Tashiyev bir necha bor prezidentlik poygasida qatnashmoqchi emasligini va Sadir Japarovni faqat qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgandi. Sadir Xo'jayevichdan alıp men bir prezident bo'lib olayın degan o'yim yo'q. Biz bir-birimizga bunday siyosatda birimizga butu to'sib qo'yib, qayradan jo'lok tayoq bo'lib kelganimiz uchun mana mamlakatimiz o'ng'ib o'tadi. Tashiyevning vakolatlarini muddatidan oldin tugatish to'g'risidagi farmon imzolanishi yuzasidan berilgan rasmiy bayonotda ham so'zma-so'z biz aytgan gaplar bo'lmasa-da, mazmunan shularga yaqin jumlalar bor. Sadir Japarovning matbuot kotibi Askat Alagazov prezidentning ushbu qarori davlat manfaatlari yo'lida jamiyatda, jumladan davlat tuzilmalari o'rtasida bo'linishning oldini olish va aksincha birlikni mustahkamlash maqsadida qabul qilinganini aytdi. Va aynan shu gaplar ko'pchilikda turli savollarni keltirib chiqardi. Shundan keyin Japarov avvalgi izohida jamiyatda bo'linishga yo'l qo'ymaslik haqida gapirganida Tashiyevni nazarda tutmagan edi deb prezident matbuot kotibi Askat Alagazov ma'lumot berdi. Davlat rahbari o'z izohiga qo'shimcha qilib, Bekbolot Talgarbekov, Emilbek Uzakbayev va boshqalar Qamchibek Tashiyev nomi ostida Jukorgu Kenish deputatlari, jamoat arboblari va ziyolilarga qo'ng'iroq qilib, ularni turli harakatlarga undaganini aytdi. Qamchibek Tashiyevning lavozimidan ozod etilishiga oid dastlabki izoh ayrim shaxslar tomonidan buzib talqin qilingan yoki noto'g'ri tushunilgan. General tomoniga o'tinglar, mana bunga qo'l qo'yinglar, shunday qilamiz deyishdi. Bu orqali ular o'z harakatlari bilan jamiyatda, jumladan davlat tuzilmalarida mas'ul lavozimlarni egallab turgan shaxslar o'rtasida salbiy vaziyat yuzaga kelishiga sharoit yaratgan. Shundan so'ng Qirg'izistonlik jamoat arbobi Bekbolot Talgarbekov huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Bu haqida uning o'g'li Arslan Talgarbekov aytib chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, bugun 11 fevral kuni ertalab Bishkekning 8-mikrorayonidagi Talgarbekovning kvartirasiga militsiya xodimlari tintuv o'tkazish uchun kelgan. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati esa qo'lga olish va tintuv haqidagi ma'lumotni rad etmoqda. Ma'lumot uchun, Bekbolot Talgarbekov mamlakat prezidentining yangi saylovini o'tkazishni zudlik bilan boshlash kerakligi haqida jamoaviy murojaat tashabbuskorlaridan biri edi.
Hujjatni 75 kishi olimlar, sobiq bosh vazirlar, sobiq deputatlar va jamoat arboblari imzolagan. Ayni vaqtda hujjatni imzolagan 75 kishi tergovga jalb qilinayotgani haqida ma'lumotlar mavjud. Qiziqarli tomoni, Tashiyev ishdan bo'shatilganini Germaniyadagi shifoxonada davolanayotgan paytida bilgan. Bu qaror o'zi uchun kutilmagan bo'lganini aytdi. Joriy yil 11 fevral kuni uning bayonoti e'lon qilindi. Ta'kidlanishicha, Tashiyev sog'lig'idagi muammo sababli prezident ruxsati bilan Olmoniyaga borgan. Qanday bo'lmasin, biz prezident qaroriga bo'ysunamiz. Men davlatimizga, xalqimizga va prezidentimizga sharaf bilan xizmat qildim va bundan faxrlanaman. Shaxsiy tarkib bilan xayrlash imkoniyati berilmagani esa meni biroz xafa qildi. Shuningdek, Tashiyev Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlariga minnatdorlik bildirib, ularning keyingi faoliyatiga muvaffaqiyat tilagan. U mamlakatda tinchlik va barqarorlik saqlanishi zarurligini ta'kidlab, barcha harakatlar qonun doirasida bo'lishi kerakligini qayd etgan. Ma'lumot o'rnida Jungalbek Shamdanbekov Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlandi. Tashiyevning xalq ichidagi obro'si uning bir necha keskin va populistik qadamlari evaziga o'sdi. Ulardan biri chegara masalasi. Tojikiston bilan sodir bo'lgan qurolli to'qnashuvlarda shaxsan o'zi front chizig'ida bo'lishi va bir qarich yerni ham berib qo'ymaymiz qabilidagi ritorikasi uni milliy qahramon darajasiga ko'tardi. 2022-yilning 17-sentyabrida Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida yirik mojaro sodir bo'lgan edi. O'shanda ikkala tomondan ham o'nlab odamlar jarohat olgan va halok bo'lgan. Qurolli to'qnashuv tufayli Qirg'iziston 136 mingdan ortiq fuqarosini evakuatsiya qildi. 87 kishi jabrlangani aytildi. Tojikiston esa Qirg'iz tomoni jangovar vertolyotlar va uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida hujum qilayotganini bildirgandi. Xavotirli va qonli bu jarayonda katta sahnaga Tashiyev chiqdi. Otishma paytida ham aynan manzilda bo'lishi orqali, keyinchalik esa mojaroni tinchitishda ham u katta rol o'ynadi. Hozir sobiq deb aytilayotgan amaldorning yana bir xalq tomonidan olqishlangan ishi bor. Bu ko'chalarga qarshi chiqish. Uyushgan jinoiy guruhlar va korrupsionerlar bilan kurashda qo'llarini kesamiz kabi keskin bayonotlari qat'iyatni sog'ingan xalqqa juda ma'qul keldi. Ayniqsa 2023-yilning 4-oktyabrida qirg'izistonlik kriminal avtoritet Kolya Qirg'iz, ya'ni Qamchibek Ko'lbayevning Bishkekda otib o'ldirilishi qora kuchlarga nisbatan boshlangan tozalash ancha keskinligini isbotladi. Bu esa ko'pchilik tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Bundan tashqari Qamchibek Tashiyev xayriya ishlari orqali ham o'z imijini yaxshi tomondan tanita olgan. 8'li 9'lu to'lagan kelin qizlarimizga 1,5 million so'mdan aqcha berildi. Alem 10'lu to'laganga 2 million aqcha berildi. Buna o'shoning uchun bu emni uchun buni jasab atamiz biz. Bu bizden akçabız aşıp taşıp ketayotgandan jasagan jo'qmiz. Kelin qizlarimizga biz shunday mamlakat tarafidan podдержка qilamiz. Qo'llab turamiz, xudo xolasa. Uning yordamchilari va o'zi tomonidan amalga oshirilgan ijtimoiy loyihalar, sportchilarni qo'llab-quvvatlashi Tashiyevning shaxsiy brendini Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi doirasidan ancha tashqariga olib chiqdi. Siyosiy tahlilchilar Tashiyev va uning yaqin odamlari hamda yordamchilarining lavozimlaridan chetlatishini shohlarni qirqish operatsiyasi deb baholashmoqda. Maqsad Tashiyevni moliyaviy va ma'muriy resurslardan mahrum qilish. Mantiqan olganda bu fikrlarda ham jon bor. Har holda Japarov 2020-yildagi voqealarni yaxshi eslaydi. Uni amaldagi kursisiga saylov byulletenlari emas, to'stopollar olib kelgani o'zi uchun yaxshigina saboq bo'lgan ko'rinadi. Hokimiyat ko'chada va kuchi bilan almashishi mumkin bo'lgan davlatda eng yaqin do'st, eng xavfli dushmanga aylanishi hech gap emas. Agar Tashiyevning atrofida sadoqatli gvardiya shakllangan bo'lsa, bu amaldagi prezident uchun to'g'ridan-to'g'ri tahdid deb baholanishi aniq. Ehtimol shu sabab Tashiyevning birinchi o'rinbosari Qurbonbek Avazov, kiberxavfsizlik markazi direktori Daniel Risaliyev va antiterror markazi direktori Elizar Usmanov ham ishdan olindi. Qirg'izistonlik deputatlardan biri Umbatali Qidiraliyev Japarov do'stini ishdan olish haqidagi qarordan so'ng tuni bilan uxlamay chiqqanini aytdi. Kecha tuni hurmatli Sadir Nurg'o'joyevich prezidentimiz adag'i jana chechimdan keyin yaxshi uxladi da. Qamchibek Qidirshayevich Tashiyev adag'i o'rvatadi. Adag'i qiynaldi da kechachi. Men өкөнөтен улуумун да, анын өзүм атман айтып кетким келет да, жоопкерчиликти алыпчы. Андай мындай түшүнбөй калгандар болот. Ошон үчүн мен чакырат элем. Баары жакшы болот.
барыбыз бир болобуз, астыга койгон максаттарды жетебиz. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Xavfsizlik kengashi kotibi Rustam Mamasadikovni ham ishdan bo'shatdi va yana bir farmoni bilan uni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari etib tayinladi. Shuningdek, Abdukarim Alimboyev ham Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod etilib, Davlat chegara xizmati raisi etib tayinlandi. Japarov va Tashiyev munosabatlari 20 yildan ortiq tarixga ega. Ularning ittifoqi bir necha muhim bosqichlardan o'tgan. Ularning ilk tanishuvi 2005-yilga to'g'ri keladi. Ikkalasi ham parlamentga deputat bo'lib kelishgan o'sha paytda. 2010-yilda esa ular birgalikda Atajurt partiyasi tarkibida saylovda g'alaba qozonishgan. Transport uyushtirib beringlar. Emelar bari boshqacha men o'lib qolsam-da bizning ömür o'lib qirsam bo'lish uchun biz ömrimizni qilishga tayyormiz. 2012-yildagi Qumtor bo'yicha miting voqealaridan keyin ikkalasi ham qamoqqa olindi. Bu esa ularni endi taqdirdosh qildi. ...2020 yilda ularning hayotidagi yangi sahifa ochildi. Oktyabr oyida hokimiyat almashinuvi sodir bo'ldi. Tashiyev Japarovni qamoqdan chiqarishda va prezidentlikka olib kelishda asosiy rol o'ynagani aytiladi. Sadir Japarovni boshliqqa chiqaruv kerak. Bu elning talabi bo'lib o'tadi. Elning so'rovi bo'lib o'tadi. Mana Sadir Japarov misoli nima uchun o'tiradi? Sadir Japarov Qumtor bu korrupsiyaning eng cho'qqisi deganligi uchun o'tiradi. Tak? Biroq o'sha korrupsiyaning eng cho'qqisi bo'lgan Qumtor bugungi kungacha o'sha masala chechilgan yo'q. Bugungi kunda. O'shandaqdan bu ikki odamni boshliqqa chiqaruvga mizam chekindi harakat jasashimiz kerak. 2021-2025 yillarni esa tandem davri nomi bilan atash mumkin. Mana shu oraliqda Tashiyev Sadir Japarov mening birodarim, unga xiyonat qilmayman deb bir necha bor ta'kidlagan bo'lsa, Japarov uni mening eng ishonchli tayanchim deb atardi. Qamchibek Tashiyev o'z intervyularidan birida Sadir ikkimiz bir tanu bir jonmiz, bizni hech kim ayira olmaydi degan edi. Hozir nima bo'layotganini esa ko'rib turibsiz. Bizde Sadir Xo'jayev o'zimizni bul ömürde, bul turmuşda, bul yaşoda ajrashtiruv. Bul ömürдің бүткендігінің ғана себебі болушы мүмкін да. Qirg'iz jamiyati bu masalada ikkiga bo'lingan. Tashiyev tarafdorlari uning ishdan olinishini Japarovning xiyonati deb hisoblashyapti va prezident endi hokimiyatni yolg'iz ushlab tura olmaydi deyishmoqda. Barqarorlik tarafdorlari esa davlatda ikki hokimiyatlilik bo'lmasligi kerakligini, barcha tizimlar faqat bir shaxsga, prezidentga bo'ysunishi shartligini ta'kidlashyapti. Tashiyevning siyosiy sahnadan chetlatilishi Qirg'izistonda avtoritarizmning kuchayishi va yagona rahbar tizimiga o'tilayotganidan dalolat beradi deb endi bemalol ayta olamiz. Bu Japarov uchun o'z kursini mustahkamlash bo'lsa, davlat barqarorligi uchun yangi xavflar, norozi janubiy elita va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ichidagi ehtimoliy bo'linishni keltirib chiqarishi mumkin. Ammo Sadir Japarov va Qamchibek Tashiyev o'rtasidagi bu ixtilof yoki lavozimdan ketish masalasi aslida katta siyosiy spektaklning bir qismi bo'lishi ham mumkin. Bu versiyani bir nechta taxminlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Siyosatda shunchaki bugun bilan yashash emas, balki 10 qadam oldinni hisobga olib harakat qilish juda muhim. Shu sabab bu voqelik panaga olish yoki himoya qilish bo'lishi ham mumkin. Tashiyev hozirgacha eng og'ir va ziddiyatli masalalar, chegara, korrupsiya, ichki tozalash bilan shug'ullanayotganda, osondan oson pul topayotgan jinoiy to'dalarga ham, ichkaridagi amal egalariga ham yomon ko'rinayotgan u edi. Tashiyevni vaqtincha panaga olish, uning siyosiy imijini kutilmagan zarbalardan asrash va charchagan rahbar obrazidan chiqarib, xalq sog'ingan najotkor sifatida qaytarish uchun qilingan strategik pauza bo'lishi mumkin emasmi sizningcha? Yana bir versiya bu vorislikka tayyorgarlik. Japarov o'zidan keyin tizimni ishonchli qo'llarda qolishini istaydi. Tashiyevning bugungi jabrlanuvchi yoki iste'fodagi qahramon sifatida chetga chiqishi ertaga uni prezidentlik saylovlarida eng kuchli va mustaqil nomzod sifatida ko'rsatish uchun zamin yaratadi. Navbatdagi ehtimoliy maqsad raqiblarni aldash bo'lishi mumkin. Ushbu sahnalashtirilgan ajralish ichki va tashqi siyosiy muxolifatchilarni chalg'itishga xizmat qiladi. Ikki do'st go'yoki bir-biri bilan kelishmayotgandek ko'rinsa-da, aslida barcha iplar hali ham bir nuqtada birlashadi.
Xulosa qilib aytganda, bu chekinish mag'lubiyat emas, balki keyingi buyuk sakrash uchun bir qadam orqaga tashlash bo'lishi ham mumkin. Japarov va Tashiyev tandemi yillar davomida sinalgan, bunday katta rejani faqat ular kabi bir-biriga tish tirnog'i bilan bog'langan do'stlargina amalga oshira oladi. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.